Sen bir tanesini tushun. O qiz bola meni chaqirgan uchrashuvga, sen emas. Qishloqdan kelayotganda hamma joyga birga boramiz deyding-ku. Mol boshqa birga boramiz deganim yo'q. Uchrashuvga deyapman, shuni tushun. Buni pulda oda bor-ku, tamanga chiyakkan narsa olib tur. Quri, baxtimni qiymay bu yerda. Sana bir Sanobar? Sanobar! Sanobar emas, Sanobar. Shu bizda tarafda Sanobar deydi-da. Juring bir yerda restoran ovqatlanamiz. Nima qilasiz, restoranga pul ishlatib, yuring undan ko'ra pirashka yeymiz. Yuring. Pirashka deymi? Men xohlagan qiz bola shu aniq. Nima qilasiz? Taksi to'xtatib, yuring undan ko'ra metroda ketamiz. Yuring. Millionta qizlar ichida bitta bo'lsa kerak bunaqa qiz bola. Kep qo'ying ber shuni. Rasmga tushiraman deb Instagramga отметка qilib qo'yaman. Instagram ishlatmaymi? Rostdan Instagram ishlatmaysizmi? Nima u? Sinalarni ko'rsin. Rahmat senga taqdir. Turing uyimizga kuzatib qo'yaman. Men shu yerda turaman. Ertaga ko'rishamiz-da, bo'pti, yaxshi qon. Yaxshi qoling. Charchamang. Top. Oyijon deymi? Nima hamma narsa bu qiz xo'p deyapti deysan? Isimiz yashirin qizni ko'rganman. Telefonda gaplashishini yashirin qizni ko'rgan. Bolasini yashirin qizni birinchi marta ko'rishim. Nega bu qizlar hammasi bunday sushtirib ketyapti, ey? Gululu mama, yine